Erkin Asya Radyosu'nun 16 noyabrdagi xabarda Gollandiya Xan Jamiyati havo armiyasining kapitani Monirdin Yadikarning tutqundagi onasi va yangisi haqida ilib borgan aniqlash davomida ularning Monirdin bilan qilgan aloqasi sababli kesilganligi dalillangan. Kasbiy mas'uliyat va xizmat o'rnining talablari sababli o'zining siyosiy faoliyatlardan hozirga qadar uzoq turib kelganligini ilgari surgan kapitan Monirdin Yadikar o'zi bilan aloqalashganligi uchun kesilib ketgan onasi va yangisining taqdiriga sukut qilib tura olmaydiganligi va qo'ldan kelishicha harakat qildiganligini bildirgan. Gollandiya havo armiya kapitani Monirdin Yadikar Qumuldagi onasi va yangisi haqida Gollandiya tashqi ishlar ministrligi orqali olgan uchurda ularning terrorchilarni qo'llash va davlat maxfiyatligini oshkorlash bilan ayblanib 15 yillikdan kesilganligi bayon qilingan bo'lsa-mu, ammo ularning qaysi qilmishining mazkur jinoyatlarga paket sanalganligi ma'lum emas. Qamal Qarta yana ilgarilab ilib borgan telefon ziyoratlarimiz davomida Qumul shahar G'arbita yezisidagi bir kanit amonliq mudiri Monirdinning onasi Imona Nasrullohning chet elga chiqqanlik uchun kesilganligini oshkorladi. Monirdinning deyishicha, onasi Imonam Nasrulloh 2014-yili o'g'lining to'y murosimiga qatnashish uchun Gollandiyaga kelgan. Monirdinning onasi oz sondagi kishilar bilan o'tkazilgan bu to'ydan keyin uzun turmasdan vatanga qaytgan. Gollandiyadagi mazgilda Uyg'ur jamoati bilan uchrashishdan o'zini qochirgan, ammo bu ehtiyotchanligimi qarg'a kelmagan. Uning bu qitimliq Gollandiya safari Xitoy doiralari tomonidan terrorchilarni qo'llash deb ayblanganligi, yangisi Ayxon Mamatning Monirdinga onasining tutqun qilinganligini undidarda xat yozib puxtirganlik uchun tutqun qilinganligi dalillangan. Kapitan Monirdin o'zining Xitoy tomonidan dushman kuchlar deb sanalganligini, amaliyoti bo'lsa o'zining Gollandiya armiyasidagi bir ofitser bo'lish sifati bilan kasbiy mas'uliyat va xizmat o'rnining talablari sababli hozirgacha muhojiratdagi Uyg'urlarning faoliyatlaridan uzoq turib kelganligini eskartib, onasi va yangisining o'zi sababli kesilganligini, bir farzand va qarindosh bo'lish sifati bilan bu ichinishli oqibatga asla sukut qilolmaydiganligini ta'kidlagan. Amerika Davlat Majlisining Amerika Xitoy iqtisodiy va xavfsizlik taftish komiteti Xitoyning iqtisod, savdo va xavfsizlikka oid qilmishlarga munosabatli 2022-yillik dokladini Davlat Majlisiga sungan. Hamda bu dokladni e'lon qilish munosabati bilan 15 noyabr kuni axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Bu doklad mazkur komitet a'zolarining boshchiligidagi bir turkum tadqiqotchilarning 1 yillik tekshirish va analiz qilish orqali tayyorlagan doklad bo'lib, uningda Xitoyning Amerika bilan bo'lgan iqtisod, savdo munosabati va Xitoyning Amerikaning davlat xavfsizligiga keltirayotgan tahdidi atrofli bayon qilingan bo'lib, masalani hal qilish to'g'riliq Amerika Davlat Majlisiga 39 turlik taklif sunilgan. Mazkur dokladni e'lon qilish yig'inida 2022-yillik dokladni tayyorlashga mas'ul komitet raisi Alkis Wang Bashinni so'zi qilib, 2022-yilda Xitoyning Xitoy virus yuqumi, ishsizlik, uy bahosining tushishi, demokratik ellar bilan dushmanlashish qatorliq sabablar tufaylidan xeyli xaroblashganligini, shundoq turg'uliq Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizib, Tayvanga tahdid silayotganligi va Amerika bilan uzun muddatli raqobat davriga kirganligini qisqacha bayon qilib o'tgan. Amerikaning iqtisod savdo xabar qanali 16 noyabr xabar qilishicha, Amerika Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Kristofer Veray 15 noyabr kuni Amerika Davlat Majlisining guvohlik anglash yig'inida qilgan so'zida Xitoyning TikTok orqali Amerika abonentlariga ta'sir ko'rsatishga urinayotganligini va Federatsiya tekshirish idorasining buningga kuchli diqqat qilayotganligini bildirgan. Kristofer Federatsiya tekshirish idorasi TikTokni Amerikaning xavfsizlik uchun ziyonli deb qaraydiganligini, Xitoy hukumatı TikTokni ishlatayotgan millionlagan abonentlarning uchurini to'playotgan yoki algoritmik hisoblash uslubini qo'llanib, ularni kontrol qilib olgan va ularga ta'sir ko'rsatishga urinayotganligini, Xitoy yana millionlagan elektronlik uskunlarga qachilinadigan yumshoq detal va applarni kontrol qilib shaxsiy uskunlarga xatar elib kelishi mumkinligini ta'kidlagan. New York vaqt gazetining xabariga qaraganda, Joe Biden hukumatı TikTok shirkati bilan kelishim tuzib, TikTokning texmi qattiq bexatarlik sharti ostida Amerikada tijorat qilishiga yo'l qo'ymoqchi ekan. Ammo Amerika Federatsiya tekshirish idorasi TikTokning bexatarlik masalasini Adliya ministrligining yordami bilan hal qilishning yo'lini izlayotganligi ma'lum. Tömür maddasi kamlikdan bo'lgan qanozliq kesilning bolalarda ko'rilish nisbati intayin yuqori bo'lib, ko'pincha 6 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan yosh oralig'ida yuz berdi. Ammo uning kasallik alomati yoshirin bo'lib, dastlabki mazgildagi kasallik alomatlari tipik bo'lmag'achqa, doim ota-onalar tomonidan sal qarilib, doim qanozliq ig'irlashganda yoki salomatlik tekshirutganda andin bayqiladi. Tömür maddasi kamlikdan bo'lgan qanozliqning bolaning o'sib yetilishiga bo'lgan ta'siri zo'r bo'lib, bolaning bo'y egizligi, aqliy iqtidori, immunitet sistemasining yetilishiga ta'sir ko'rsatadi. Bolalardagi tömür maddasining kamlikdan bo'lgan qanozliqni davolashda asosliqi tömür maddasini to'liqlash va kasallik sababini yo'qotish asos qilinadi. 1.
Balaga qo'shimcha yemeklik qo'shishga boshlaganda oldi bilan yuqori to'mir moddasi tarkibli guruch unidan boshlash tavsiya qilinadi. Shuning bilan birga tarkibida to'mir miqdori yuqori bo'lgan yemekliklarni qo'shish, masalan qora go'sht, hayvonot jigiri, tuxum seriqi, qirin quloq, dengiz yusini qatorliqlar. Ikkinchi, agar yemeklik orqali to'liqlashning unumi yaxshi bo'lmasa, yemeklik orqali davolash asosida to'mir to'liqlash dorilarini ichishga bo'ladi. Üçüncü, tamakni muvafiq o'rinlashtirish. C vitamin, yağ qatorliqlar to'mir elementining sumurilishini ilgari surdi. 4. Parazit qurt, uchay yo'l g'ayriligi. Uzun muddat oz miqdorda qon sirg'an bolalarga qarata asli kasallikni davolash asosida qon ozliqni tuzatgandila, ondan yaxshi davolash unumiga erishgili bo'ladi.